Ravshanni puli yo'qmi? Nega meni davolatmayapti? Eshitganingizda sochingizdan tovoningizgacha zirillatgan bu savol va yaqinlaringizni bevaqt vafoti sizni hayotingizni gacha va keyin qismlarga bo'lib yubormaganmi? Shuni eslagim kelmaydi, lekin eslasam shu dunyosiga kirib ketamiz-da. Mayli, endi nima demoqchiman, Alloh rahmat qilsin. Endi bu betob insonni nima betobligini tuzalib bo'lmaydigan kasal bilgandan keyin betob umuman tasavvur qilasizmi? Siz palonchi saraton kasali ekansiz desa bir kimgadir, tavba deb gapirib hech kim boshiga tushmasin. Men 3 yil davomida otamdan bekitganman deb tashxisni. Chunki ularni u kasallik o'sha organizmda og'riq bermaydigan, og'ritmaydigan nuqtada bo'lgan. Shuning uchun men tashxisni o'sha iltimos qilib vrachga, shu otam bilmasin, shamollabdi, unaqa 3 yil davomida aldab yurganman-da. Chunki agar oldindan shu kasalligini bilsa otam, chunki uydagilarga ham shunaqa bir topshiriq berilganki, shamollabsiz. Kundan kun 3 yil davomida shunaqa hayot kechirganmiz. Majbur bo'lganman. O'shanda aytgan ekanlar, turmush o'rtog'imga. Ravshan puli yo'q, men tuzata olmaydimmi? deb. Endi bu gapdan keyin ham borib siz bunaqa kasalsiz, siz tuzalmaysiz deya olmaysiz. Bu voqea yana qaytarilgan. Rahmatli otam o'tganlardan keyin singlim xuddi shunaqa kasalga duchor bo'ldi. 3 yil davomida onamdan bekitganman. Alloh rahmat qilsin. Hech kim boshiga tushmasin. Men uzr so'rayman. Bizni tomosha qilayotgan, ko'rib turgan yurtdoshlarimizga. Men dushmanimni ham, o'z dushmanim yo'q deb bilaman. Dushmani ham boshiga tushmasin bu. Bemahal o'limdan Allohim o'zi asrasin. Yana shuni aytamanki, Ravshan aka, ko'pchilik san'at ahli, ko'pchilik menga havas qilishadi. Men rosa xursand bo'laman. Oxirgi 10 yil ichida Allohga shukr, o'sha davrlarda shu otam betob bo'lgandan, singlim betob bo'lib, o'sha davrlarda juda asab joyida emas. Agar odam xotirjam bo'lmasa, odam oila a'zolaringiz ham hamma asab xotirjam bo'lmasa, odam kasal bo'lar ekan. Sochishi to'kiladi, yuzingizga dog' tushib ketadi. Qanaqadir bir kasalliklar asab xotirjamlik bo'lmasa, sog' odam ham kasal bo'lib qolar ekan. Hozirgi mana shu kunlarda Alloh o'zi asrasin hammamizni. Endi muxlislarimiz yaxshi iliq gaplar gapirishadi. To'y hashamlarda, konsert dasturlarida hamkasblarimiz Ravshan aka bular hammasi ali pulga taqoslaydi-da. Qanaqadir men tashqaridan bir boy odamga o'xshatishadi-da. Men qalbim boy. Men bilasanmi, ukalarimizga aytaman, san'at ahliga aytamanki, tinch, xotirjam yurtda yashaymiz. Xotirjam, oilang tinch bo'lsa, bundan katta baxt bormi? Yaxshi yashash uchun halol tirikchilik qilib xotirjam bo'lsang, u katta bir boylik-da. Men uchun shunaqa, men shuni qabul qilaman. Lekin men Allohga beadad shukr qilaman, shukronalik qilaman. Juda ham men baxtli insonman. Qaysi ma'noda kim? Tinch yurtda, farovon yurtda yashayapman.